Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz. Bizadan bitta klientlarimiz Matiz so'rashgandi. Mana jiyanimiz hozir yaxshi Matiz olib kelgin desam, mana shu Matizni topib kelibdi. Lekin obunachilarim ichida aytishdiki, menga arzon, oylik to'lov arzon bo'lsin deyishdi. Hozir buni jiyanim o'zi ko'rsatib boradi, xatlarida nima qilish kerakligini. Obunachilarimizdan bittasiga, shu klientlarimiz so'raganlarimizdan bittasiga mashinamizni variant qilib beramiz. Oldin ungacha mashinani nima qilib tayyorlab berishimizni ko'rsatib o'tadi. Assalomu alaykum hammaga. Mashinani hozirgi holatini ko'rsatamiz. Bu yerdan ko'rsanglar bo'ladi bemalol. Mashinani hozirgi holati mana spakirovkalari ko'chib, tegizanglar, mana tomlarini ham mana kelib ko'rsatsang bo'ladi. Mana shu joylari ham zanglab yotibdi. Bu joylarni polniy kraska qilib, tozalab, ichlarini ham bitta ko'rgin. Mana ichlari ham og'ir ahvolda, polniy hammasini akkuratniy qilib, mana sidenlarni ham to'g'irlab, orqa sidenlar даже ochilmayapti. Mana ko'rsanglar bo'ladi. Mana ahvolni ko'ryapsizlar. Mana yo'llari chiqib dabdala bo'lib yotibdi. Mashinamizni mana vitravkalari ham quyoshda turib, bilmayman 1 yil turganmi, 5-6 yil turganmi bilmayman. Mana holatini ko'ringlar. Ya, atila qilmadim to'g'risi. Vitravkalarni ham alishtirib beramiz sizlarga. Bu mashinani keyingi holatini video davomida qo'yamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.